Bu FIFA o'yinida paydo bo'lgan birinchi o'zbek futbolchi. Abduqadir Husanov Manchester Cityga o'tishi bilan butun dunyo futbolini hayratda qoldirdi va u darhol FC 25 ga qo'shildi. Shunda unga o'z reytingini taxmin qilishni taklif qilishdi. Keling, uning o'zi haqida fikri bilan o'yindagi haqiqiy baholarni solishtiramiz. Avvalo, Husanov tezligini yozdi. Uningcha tezligi 88 bo'lishi kerak. FIFA esa unga 87 berdi. Keyin zarba ko'rsatkichini baholadi. U o'z zarbasini 79 deb hisobladi. Ammo o'yinda unga atigi 55 qo'yildi. Navbat paslarga keldi. Husanov o'zini 80 deb baholadi. FIFAda esa 76 berilgan. Driblingni esa u kamtarona baholab 70 deb yozdi. Ammo FIFA unga 77 berdi. Himoya ko'rsatkichlariga kelsak, u o'zini 85 deb baholagan. O'yin esa butun 88 qo'ydi.